Assalomu alaykum Agrokuz kanali a'zolari, kuzatuvchilari. Bugun biz o'z ish faoliyatimizni boshladik. Bugun Oltinko'l tumanida Texnomashga yetib keldik. Bu yerda Belorusiyadan bir ajoyib texnika keltirilibdi. Buning nomi Opusquatel, ya'ni suv purkagich bo'lib, bu asosan bog' qator oralariga ishlatiladi. Ishingiz endi o'ta yengil bo'ladi. Ya'ni bu texnikamiz bog' qator oralariga mineral o'g'itlarni, suspenziyalarini sepishda ishlatiladi. Mana bu yerda ligirovkalari bor. Bemalol ko'chatlarni tagidan yo 3 gacha, 3 metrlik, 4 metrlik daraxtlaringizga bemalol dorilaringizni purkab ketadi. Buni afzallik tomonlari, u suv purkagichda 400 litr suv oladi. Suvni ham paqirlab quymaysiz, o'zini mana pastda nasoslari bor. Suvni bemalol o'zi tortadi. Oddiy kardan bilan ishlaydi. 5 million ekan, indeslari qaytadi, pul o'tkazish yo'li bilan bemalol olishinglar mumkin. Telefon nomerlarini yozib qoldiramiz. Agrokuz kanali a'zolari kanalini kuzatib boring. Bundan keyingi dasturlarimizda yangi zamonaviy texnikalarni yoritib boramiz.